Men ismim Abdullo, men O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasida strategik rejalashtirish masalalari bo'yicha rais o'rinbosari bo'lib ishlayman. Hayotimda orzu qilganman, qaniydi bir aytaylik robot bo'lsa-da, menga kitob o'qib bersa. Rahmatli adam diktofon olib berganlar, kassetli diktofon bo'lardi u paytda. Ya'ni raqamli diktofon emas edi. Biz ham ma'ruzalarni o'shanda yozardik. O'shanda ham domlalardan so'rardik. Uzr, ustoz, biz sizning ma'ruzangizni diktofonga yozsak maylimi? Kimdir mayli derdi, kimdir yo'q derdi. Men talabalarimga shuni gapirib beraman. Vaqtim bo'lmadi, o'qiy olmadim desa, men aytaman, "Hey, bolam, men bir paytda odamlarga varo berardim, notanish odamlarga. O'qib berdim. Senga nima yetmaydi?" Smartfon, iPhone shu vazifalarni bajaryapti. Ya'ni hozir bu ko'p davlatlarda reabilitatsion vositaga aylanyapti. Biza hanuzgacha nogironligi bor shaxslarga bir yordam kerak bo'lgan shaxs sifatida qaraymiz, xolos. Osh beramiz, boshqa qilamiz, lekin o'qitmaymiz, o'rgatmaymiz. Kim o'zini xalqini yaxshi ko'radi? Uni kamchiligini ko'ra olgan va tanqid qilgan odam o'zini xalqini yaxshi ko'radi. Qanaqa baholagan bo'lardingiz bugun O'zbekistondagi inkluzivlik darajasini? Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Hozir bir suhbatni boshlashdan oldin bir statistika keltirib o'tmoqchiman. Butun dunyoda 1 milliard inson u yoki bu nogironligi bo'lgan shaxslar ekan va bu insoniyatning har 7-chi odami degani. Shu uchun bugun bizni suhbatdoshimiz O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi strategik masalalar bo'yicha rais o'rinbosari, O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy ish kafedrasi dotsenti Abdullo aka Abduhalilov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Globalniy hozir mana statistika keltirib o'tdik, ya'ni har 7-chi insonda sog'lig'ida, salomatligida nuqsoni bor odam hisoblanar ekan. Bizni yo'nalishimiz raqamli texnologiyalar sohasi va shu uchun biz bugun shunday insonlarning hayotida raqamli texnologiyalarning o'rni haqida suhbatlashamiz. Abdulla aka, avvalambor bizni ko'rib turganlarga o'zingizni tanishtirsangiz, kimsiz, hayotda nima bilan shug'ullanasiz? Mana hozir qisqacha tanishtirdim, batafsilroq qilib. Avvalambor xush kelibsizlar bizning ofisga, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi ofisiga va mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlash, ularga texnologiyalarni yaratishga qiziqish bildirganingiz uchun tashkilotingizga, qolaversa sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Men ismim Abdullo, men O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasida yuqorida aytganingizdek strategik rejalashtirish masalalari bo'yicha rais o'rinbosari bo'lib ishlayman. Shu bilan birga O'zbekiston Milliy universitetida ijtimoiy ish kafedrasida dotsentman. Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktoriman. Va nogironlik masalalari bilan 2011-yildan beri shug'ullanaman. Nogironlik masalalari bo'yicha xalqaro ekspertman. O'tgan yil shunaqa sertifikat oldim. Va juda ham ko'p insonlarga, tashkilotlarga nogironlik masalalari bo'yicha, umuman ijtimoiy boshqaruv masalalari bo'yicha yordam berib yuraman, tadqiqotlar o'tkazaman. Oilalisiz, to'g'rimi? Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Xursandman. Abdulla aka, raqamli texnologiyalar aynan sizning hayotingizda qanday o'rin tutadi? Aynan sizga kundalik hayotingizda qaysi texnologiyalar yordam beradi yashashga? Umuman savol yaxshi qo'yildi, lekin
men bir narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim, tarixga, ya'ni hayotimning tarixiga. O'shandan biz bilsak bo'ladi raqamli texnologiyalarni o'rnini. Ya'ni ilgari biz maktabda o'qiganmiz. Maktabda endi ko'z ojizlar maktabida o'qiganmiz. O'shanda Braille adabiyotda o'qirdik. O'qituvchilarimiz bizga kitob o'qib berishardi. Yoki Braille alifbosidagi adabiyotlarni o'qirdik. O'sha paytda biz bilmasdik qanaqa qiyin aslida ma'lumot bilan tanishish. Chunki Braille kitob bo'lardi, yoki bizga kimdir o'qib berardi. Lekin mana shu maktab internatini tugatayotganimizda albatta barchalarga, ko'pchiligiga o'xshab bir talab, ehtiyoj paydo bo'ldiki, oliy ma'lumotga ega bo'lish ehtiyoji paydo bo'ldi. Oliy ma'lumotga olish ehtiyoji paydo bo'ldi. O'shanda mana shu masalaga qattiq duch keldim. Chunki O'zbekiston tarixidan imtihon topshirish kerak edi. Umuman tarixdan va uning orasida O'zbekiston tarixi bo'lardi. O'zbekiston tarixi bo'yicha Braille alifbosida o'sha paytlarda, ya'ni bu aytayotgan paytlarim 99-yillar, menimcha siz ham taxminan shu yillarda universitetga kirishga tayyorgarlik ko'rgansiz. 99-yillarda O'zbekiston tarixi bo'yicha Braille alifbosida adabiyot umuman yo'q edi. Lekin men kirmoqchi bo'lgan mutaxassisligim siyosatshunoslikka topshirmoqchi bo'lganman. Birinchi blok tarix fani edi. Ya'ni eng ko'p ball beriladigan. Ya'ni eng ko'p ball beriladigan fan bizda tarix edi siyosatshunoslikda. Ana endi tarixdan tayyorlanishni boshladim. Kimdir o'qib berishni boshladi. Onam avvalambor, rahmatli adam, singlim, hazillashib aytaman, singlimi bolaligini o'g'illaganmiz. Chunki juda ham ko'p adabiyotlarni bizga aynan singlim o'qib berardi. Ularda bo'lmagan ko'zlarda nuqsonlari, hammaligi sog'lom bo'lishgan. Demak, ular kitob o'qib berishardi. O'shanda men o'ylaganman, hayotimda orzu qilganman, qaniydi bir aytaylik robot bo'lsa-da, menga kitob o'qib bersa. Ya'ni robot bo'lsa, robot menga kitob o'qib bersa, qaniydi. Lekin unaqa robot yo'q edi. Unaqa narsa yo'q edi. Va biz kitob o'qirdik, nimada kimdir bizga o'qib berardi. Diktofonga, kasetaga yozib olardik. Qayta eshitish uchun, konspekt qilish uchun. Yoki Braille alifbosida boya aytib o'tganimdek o'qib berardik, o'qirdik yoki kasetalar bo'lardi. Ilgari eslaysizmi, bobinli kasetalar bo'lardi. Bunda ruchkada aylantirardi. Lentani yo'q, ruchkada aylantiradigan u zamonaviy kasetalar. Yo'q. Ammo u dumaloq bo'lardi, dumaloq kasetalar bo'lardi, bobinli. Katta yoshdagi balkim muxlislar bilsa kerak, sizlarning muxlisinglar o'sha bobinni tiqilardi, o'shalarga kitob yozilardi. Yoki to'rtburchak kasetalar bo'lardi, to'rt yo'lchali bo'lardi, turli xil kitoblar yozilardi. Sovet davrida mana shu texnikaga kitob yozilardi va men nimadan xursandman, juda ko'p kitob yozilgan. Badiiy asarlarning ko'pi mana shu kasetalarda yozilgan edi. Badiiy asarlarni biz shu kasetalarda eshitardik. Lekin O'zbekiston tarixi yozilmaganda. Chunki biz mustaqil bo'lganimizdan keyin O'zbekiston tarixini o'rganishni boshlaganmiz. To'g'rimi? Siz aynan o'sha davrda imtihon topshirishingiz kerak. Endi men imtihon topshirishim kerak. Demak, hammaga o'qitib yuribman. Kasetaga yozib yuribman. Keyin bir amallab haligi universitetga imtihon topshirib kirdik. Endi men kirgan joy siyosatshunoslik. Demak, yo'nalishi O'zbekiston Milliy universiteti ijtimoiy siyosiy fanlar fakulteti deb aytilardi. Hozir endi u ijtimoiy fanlar fakulteti. Men kirganimda ijtimoiy siyosiy fanlar deb aytilardi, siyosatshunoslik. Ustozlarimiz juda zo'r edi. Juda kuchli lektorlar bo'lardi. Shunda kirgansiz, imtihon topshirib, bir urinishda kirganmisiz? 2000-yilda kirganman. Haligi abituriyent 2000 deb aytilardi o'sha paytda.
ko'p ko'z ojizlar bizada o'qishga kirgan, nima qilgan, o'qigan, hozir ham o'qishyapti. Bu nonsens emas ko'z ojizlarda. Endi kirganman, siyosatshunoslikda birinchi men bo'lganman. Tarix fakultetida ko'p ko'z ojizlar o'qigan. O'zbek filologiyasi, boshqa fakultetlarda o'qishgan. Lekin siyosatshunoslikda bitta men bo'lganman. Endi siyosatshunoslik shunday sohaki, bizda o'tda ko'p kitob o'qitardi. Kompyuterlar bo'lardi, lekin programmalar hali unaqa rivojlanmagan edi. Hech kim uyida kompyuter bo'lmasdi yoki kamdan kam odam uyida kompyuter bo'lardi. O'shanda internet kafega kirib foydalanardik. Internet kafega kirib foydalanardik. O'zim ham 2000-yilda kirganman men ham institutga. Siz abituriyent 2000 bo'lgan ekansiz-da. Shunaqa. Internet kafega kirib kitobdan foydalanib chiqarardik. Xerox qildirardik, printer qildirardik. Politologiyada, ya'ni siyosatshunoslikda juda ko'p kitob o'qishga berishardi. Juda to'g'ri qilishardi shu ishni. Men aytsam bo'lardi, shu o'qiy olmayman, menga qo'yib beringlar, nima qilib beringlar. Lekin odam uyalardi. Nima uchun? Chunki men mutaxassis bo'lish uchun kirganman-ku. Boshqa narsa uchun emas-ku. Rahmatli adam diktafon olib berganlar, kassetni diktafon bo'lardi u paytda. Ya'ni raqamli diktafon emas edi. Biz ham ma'ruzalarni o'shanda yozardik. O'shanda ham domlalardan so'rardik. Uzr, ustoz, biz sizning ma'ruzangizni diktofonga yozsak maylimi? Kimdir mayli derdi, kimdir yo'q derdi. Endi o'sha robot haqida esingizda bo'lsa, o'sha o'qiydigan robot bo'lsa edi, orzu. O'shanda undan ham qattiq orzu qilib ketganman. Chunki juda ham ko'p odamdan iltimos qilishga to'g'ri kelardi. Braille alifbosida yoki audio tasmaga tushirilgan bizani soha bo'yicha adabiyotlar umuman yo'q edi. Hattoki shunday voqealar bo'lgan, onam ko'p o'qib berganlar. Adam ko'p o'qib berarganlar, rahmatli. Adam juda ko'p o'qib berganlar. Singlim ko'p o'qib bergan bizga. Haligi lekin har doim o'qib berishga ular ham vaqt topisha olmagan paytlari ham bo'lgan. O'shanda o'sha robot haqida orzu qilardim. Adam rahmatli Ichki ishlar vazirligida faoliyat olib borardilar. Shu tasavvur qiling, 10, 11, 12 endi Ichki ishlar vaziri xodimi qachon ishdan qaytadi. Qaytganlarida ham kitob o'qib berardilar. Adam ham bitta bizga berishdi o'qishni. Masalan, Max Weberni berishdi, boshqani berishdi. O'qishimiz kerak ekan. Yo'qmasam qanaqa charchab keladi odam shu soha vakili, lekin o'qib berardilar. Qoyil. Lekin ba'zi shunaqa paytlar bo'lganki, adam komandirovkadalar yoki o'qib berish imkoniyatlari bo'lmagan. Notanish odamlardan ham so'raganman. Ko'chada turib, qog'oz berib, tasavvur qiling, mana shu varoni o'qib bera olasizmi? Mana shu varoni menga o'qib bering. Men talabalarimga shuni gapirib beraman. Vaqtim bo'lmadi, o'qiy olmadim desa, men aytaman, "Hey, bolam. Men bir paytda odamlarga varo berardim. Notanish odamlarga o'qib berdim. Senga nima yetmaydi? Senga nima yetmaydi?" Mana endi shu robotni orzu qilganman. Keyin bugun o'sha robot bor. Endi bitiruv malakaviy ishi yozdim. O'sha paytda ko'zi ojizlar bitiruv malakaviy ish yozishmasdi, men yozganman. Nimagaki aytganman-ku, siyosatshunoslikda ko'zi ojiz bilan qanaqa ishlashni bilmasdim. Og'zaki imtihon topshiradi. Menga faqat og'zaki imtihon deganda men xafa bo'lganman. Nimaga sizlar meni boshqalardan ajratyapsizlar? Ajratmaylar. Endi bitiruv malakaviy ishi yozganman. Bitiruv malakaviy ish yozish uchun bilasiz, o'zingiz ham yozgansiz. Ko'p kitob o'qish kerak. Adabiyotlardan foydalanish kerak. Albatta, juda ko'p. Kutubxonada o'tirish kerak. Setka kitob olib yurardim. Kutubxonada o'tirib o'qishga imkon bo'lmasa, nimaga? Chunki kitob yo'q, biray. Yo'q, u mayli. Kimdir o'qib beryapti-da menga. Shovqin. Kimdir o'qib bersa, sen kimgadir mushit qilasan. O'shanda Xerox qilardik, iltimos qilardik, olib chiqardik, olib kirardik. Ba'zi kutubxonachilar tushunardi, ba'zilar yo'q, uzr uka,
bu kitobni olib chiqa olmaysan deb aytardi. Lekin olib chiqib o'qitardik. Pul to'lerdik ba'zi bir paytlarda odamlarga o'sha kitob o'qib bersin deb. Mana ko'ryapsizmi? Ehtiyoj qanaqa bo'lganligini. Men bekor shu tarixdan boshlamadim bu narsani. Ehtiyoj juda katta bo'lgan. Qaniydi. Endi qarangki, magistraturaga kirdim. Magistraturaga kirganimda menga aytishdiki, hozir Говорилка degan programma chiqdi. O'sha Говорилка kitob o'qib berarmish ko'z ojizlarga. Yo'q, dedim. Bu nechinchi yil Kitob bo'lyapti? o'qib berar ekanmi? 2005. 5, ha. Kitob o'qib ko'z ojizlarga kitob o'qib berar ekan. Ada dedim. Rahmatli adajon dedim, mashina olib bering menga, kompyuter kerak. O'zbekistonda bormidi shu? Programmami? Ha, bor edi. Ha. Internetdan bir balo qilib, vzlom qilib olib kelishgan edi. Keyin adam rahmatli kompyuter olib berganlar, o'sha paytda juda krutoy kompyuter sanalardi. 40 gigabayt xotirasi bo'lardi. Hozir telefoningizni xotirasi mana o'sha paytdagi kompyuterimning xotirasidan ko'proq. Lekin o'sha Говорилка o'rnatishgan, nima kursdoshlarim zo'r edi, bibliotekalar, elektron bibliotekalarni yig'ib o'rnatishgan. De, mingtacha kitobim bor, turli sohalar bo'yicha to'playapman. O'zimni juda katta baxtli inson deb sezganman. Keyin o'qishni bitirganman. Magistrlik dissertatsiyani yozish jarayonida o'sha kompyuterdan foydalanganman, kompyuter o'qib bergan. O shunaqa baxtliman chunki orzungiz o'shal. Uyimda biblioteka. Tasavvur qiling, kompyuterimda 4000 ta, 5000 ta kitob bor. Mani kompyuterimda mani soham bo'yicha, ya'ni siyosatshunoslik, sotsiologiya bo'yicha kitoblar universitetda bibliotekasidan ko'ra ko'pda. Voy, xudo, yetqizdi-ya, shu narsaga yetqizdi-ya deb xursand bo'lgan. Endi xursand bo'lganman. Mana keyin o'qishni tugatdim, boshqa bo'ldi. Universitetga ishga taklif qilishdi. Ko'p kitob o'qiganimdan deb o'ylayman. Universitetda tasavvur qiling 5 ta 6 ta fan berishdi. Alhamdulillah. Mana universitetda endi fan o'tasan, kitob o'qiysan va dars o'tasan. Dars o'tdim. Savol paydo bo'ldi o'shanda. Agar kompyuterim bo'lmaganda men qanaqa qilib dars o'tgan bo'lardim? Nima qilardim? Kim menga shuncha kitob o'qib berardi? Nima qilardim? To'g'ri, o'sha paytda dars o'tgan bir professor ham bo'lgan. Rahmatli Sanjar Sodiqov bo'lgan. Ha, men domlam bo'lganlar ular. Sanjar Sodiq bo'lganmilar? Ha, bizda dars o'tganlar. Bo'lgan shunaqa odamlar, lekin Sanjar Sodiq paytda ular ham ko'p odamlarga o'qitardilar. O'zingizam bilsangiz kerak. Shu bilan birga har holda kassetalarga o'qilgan adabiyotlar bo'lgan. Chunki adabiyot bo'yicha ular 20-adabiyot asr adabiyoti bo'yicha mutaxassis bo'lganlar. To'g'ri topdimmi? Ana endi juda ilmli odam edilar. Juda ilmli, juda yaxshi inson, rahmatli, Alloh rahmat qilsin. Ana endi tasavvur qiling, o'qiyapman. Nima qilaman? Maza. Kitob o'qishdan to'xtamayapman. Chunki ochlik shunaqa bo'lgan. Buni hozir bizlarni ko'rib turgan, ko'zi ko'radigan, audio kitob eshitish imkoniyati bor, yoshlar eshitsin sizni gaplaringizni. Keyin tasavvur qiling, shu o'qiyapman, notebook oldim. 7 yildan keyin o'zim ishlab notebook oldim. O'zim pul to'plab Toshiba notebookini Amazonda zakaz qilib oldimda. Endi tasavvur qiling, katta baxtimni, bibliotekami ko'tarib yuribman. Sumkamda ilgari o'sha uyimda turadigan kompyuter edi, endi bibliotekamni ko'tarib yuribman. Sumkamda notebookim ko'tarib yuribman. Qanaqa katta baxt, qanaqa katta baxt. Keyin Dell kompyuter oldim. Endi to'ymayapman-da shu narsalarga. Notebook oldim, nima qildim? Bibliotekamni olib yuribman ish qilib. Tasavvur qiling, keyin 2016-yilda ozgina kecha qoldim ba'zi ko'z ojizlardan. Hani oddiy sensor telefon oldim. Sensor telefon oldim-da. Endi qarangki, sensor telefondan kitob o'qishni boshladim.
to'g'ri notebook ko'tarib yuraverdim, Oybek akamni taniysiz-ku? Oybek akam aytdilar, telefon olsang bo'lmaydimi, qanaqa bo'lasan, notebook ko'tarib yuraverasanmi og'ir qilib dedilar. Telefonda ham o'qib berar ekan. Ha dedimda, keyin haligi pul tushib qoldi. Yaponiyaga o'qishga borib keldimda, Yaponiyada stipendiyani orttirib keldimda, o'shanga G5 degan model Samsung bo'lardi, o'shani oldim. Endi tasavvur qiling, internetda o'qishni boshladim o'shanda. Sintetizator ovozli. Mana telefon mana oddiy mana bemalol o'qiysiz. Qayoqqa nima qilsangiz o'qib beraveradi. Kitob ham o'qiysiz, boshqa ham qilasiz. Umuman ko'rmasdan bemalol ishlata olasiz. Bemalol telefon ishlata olaman. Keyin qarang, mana o'qishni boshladim telefondan, har xil sintetizatorlar, nimadirlar paydo bo'lishi boshladi. Har xil ovozlar paydo bo'lishi boshladi. Endi razvitiya ketyapti-da. Shu bilan birga endi bitta muammo bo'lardi, bizda o'zbek tilida o'qiydigan ovoz yo'q edi. Mana bizda ko'zi ojizlarning o'zini sa'y-harakati bilan juda ko'p odam bunga qatnashdi. Bu yerda Abdulaziz, Mirali, Sunnatulla, keyin Munavvara opa doktor, filologiya fanlari doktori, ko'zi ojiz. Juda ko'p odam, juda ko'p biza hamma yoqda chiqib nimaga prezident qarorida yozib qo'yilgan. 2017-yilda mana shu dasturlar chiqsin degan narsalar yozib qo'yilgan. Mana nihoyat o'zbek tilida o'qiydigan sintetizator ham chiqdi. Qarang. Haligi o'zbek tilida o'qiydigan sintetizatorda ham ovoz 3 ta hozir. Sevinch degan qiz ovozi bor, Dilnavoz va Islom. O'zbek tilida adabiyotlarni o'qiydi. Endi biza ilgari rusiy zabon ovozda, rossiyaliklar ishlab chiqargan ovozda o'zbekcha adabiyotda ham o'qib tashardik-da. Tasavvur qiling, ba'zi ko'zi ojizlar mana shu endi tasavvur qiling, rusiy zabon sintetizator o'qiyapti, o'zbek tilidagi adabiyotda. Ba'zi ko'zi ojizlar malades Bobirnomani ham o'shanda o'qidi-da. Qanaqa o'qidi, nima qildi bilmayman, lekin Bobirnomani keyin to'g'ri Bobirnomani audiolari chiqib keldi. U yoqdan keyin audio kitoblar, Telegram kanallari paydo bo'ldi. Bilasizlar, o'zingizlar ham o'zbek tilida. Keyin mana mutolaa, mana yaqinda Yoshlar ittifoqi tomonidan nima paydo bo'ldi, audio kitoblar. Keyin o'zimizning ko'zi ojizlar ham ishlab chiqdi. Kitob plus degan ilova paydo bo'ldi. U ilova u Telegram kanal emas. Ya'ni ko'rasizki, hozir texnologiyalar juda ham tez suratda o'syapti. Endi o'sib hayotingizga yengillik kirityapti. Mana qarang, masalan, xohlagan kitobni o'qiyman. PDF bo'ladimi, Word bo'ladimi? Xohlagan kitobni o'qishimiz mumkin. Xohlagan odam bilan yozishimiz mumkin internet orqali. Telegram bo'ladimi, WhatsApp bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Xohlagan odam bilan yozishimiz mumkin. Internetda xohlagan xabarni o'qishimiz mumkin. Xohlagan ma'lumotni olishimiz mumkin. Qarangki, xohlagan joyga borishimiz mumkin Yandexda. Mana masalan, bugun bir birodarimizni o'tgan kuni bir birodarimizni otasi o'tib qoldi, kecha janozasi bo'ldi, men bora olmadim. Bugun lokatsiyani tashladim. U bugungi voqea, hayotimiz rolini ko'rsatib beryapman-da sizga. Lokatsiyasini tashladi. Men Yandexda demak bemalol bordim o'zim, chunki kollektiv borib bo'ldi. O'zim borib pataxa o'qib mana shu yerga keldim. Ya'ni ko'rasiz, mustaqil hayotda. To'g'ri, oldin ko'rganimda masalan Sanjar Sodiq domlani gapirdik-ku, kuzatuvchi bilan yurganlar doim. Yonlarida kimdir bo'lardi-da, yonlarida olib yuradigan, mudirlarga yordam beradigan, lekin siz mustaqil o'zingiz harakatlanyapsiz, demak raqamli texnologiyalar yordamida. Ya'ni qayoqqa xohlasam, menga masalan lokatsiya tashlasangiz, Abdulla aka, mana shu yerga boring. Mehmon qilaman desiz. Bora olasiz. Siz boraman. Ya'ni xohlagan joyga, xohlagan nimaga bemalol
borishimiz ham imkoniyatiga egamiz. Hattoki turli xil GPS'larni ishlatib yayo yursang ham yo'lni gohida aytib turadi. Shu bilan birga qarang, bizning hayotimizda texnologiya, masalan, pulni ham aniqlab beradi. Cash reader degan bir ilova bor telefonda. Bor, hozir siz ishlatasiz shuni. Men ishlataman. Masalan, pulni ko'rsatsangiz, pulni aytadi. Masalan, aytaylik, yoki mana masalan Be My Eyes degan dastur bor. Be My Eyes u qanaqa? Masalan, aytaylik, menga o'tda mana bunaqa dastur 450 mingta ko'zi ojiz o'tirgan bo'lsa, 6 millionta volontyor o'tiribdi-da. Bu O'zbekistondami? Yo'q, butun dunyoda. Bu global tarmoq Be My Eyes. Be My Eyes ya'ni mening ko'zim bo'lgin. Bu tarmoq. Ya'ni Be My Eyesga kirasizda til tanlagan bo'lasiz, qaysi tilda qulay, o'zbek, rusini tanlaganman. O'zbekistondan ham volontyorlar ko'p. Telefon qilasiz, позвонить свободному волонтеру deydi, bosasiz, kamera yoqiladi, avtomatik. Masalan, siz bilmoqchisiz, mana shu bankada nima bor, yoki mana bu qog'ozda nima yozuv, yoki mana shu dorini sroki o'tib ketganmi muddati, yo'qmi, so'raysiz volontyordan. Yaxshi tomoni shundaki, sizni u volontyor tanimaydi. U masalan gap tarqatmaydi. Abdulla aka mana aytaylik o'zini pidjagini kirmasligini so'radi, yoki mana bunaqa dori ichib yurgan ekanlar, mana bunaqa narsani so'radi. Ya'ni qaysidir bir ma'noda volontyor ko'pligi tufayli shaxsiy ma'lumotingiz, shaxsiy hayotingiz saqlab qolinyapti, ko'ryapsizmi? Saqlab qolinyapti. Chunki volontyorlar juda ham ko'p. Yoki o'sha Be My Eyes'da Be My Eye qurilmasi ham qurildi. Hozir sun'iy intellekt. Unga bundoq kirsang, xonani tasvirlab beradi. Bundoq to'g'ri nima qiladi? Xonani tasvirlab beradi. Yoki mana hozir hamma foydalanadigan ChatGPT. Rasmga olsangiz, xonani nimani, kimdir bilan qanaqa o'tirganingni, kim oldingda ekanligini gapirib beradi. ChatGPT masalan. Ko'rasizmi? Bu juda katta imkoniyat. Va hozirgi kunga kelib mobil, ya'ni smartfonlar reabilitatsion vosita sifatida kiritilgan ko'p davlatlarda. Bu nafaqat rivojlangan davlatlarda, Rossiya Federatsiyasida ham shunaqa, Qozog'istonda ham smartfon bu reabilitatsion vosita. Mana ya'ni bu nima degani? Reabilitatsion vosita degani, demak, nogironligi bor shaxslarga yordamchi, qulaylik tug'diradigan vosita. Demak, bu davlat uni ro'yxatiga kiritsa, demak, qaysidir bir muddat o'tgandan keyin mayli juda krutoy mobil telefon bermasa ham, mundorog'ini berish kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Nogironligi bor insonga. Chunki juda ham ko'p ishi. Xuddi mana aravachaga o'xshab, boshqaga o'xshab. Bo'ldi. Bu ham xuddi shunaqa vositaga aylandi. Smartfon. Chunki hammada ham imkoniyat bo'lmasligi mumkin-da uni olish, to'g'rimi? Smartfon, iPhone shu vazifalarni bajaryapti. Ya'ni hozir bu ko'p davlatlarda reabilitatsion vositaga aylanyapti. Tushunarli. Biz ham mana Oybek akam bilan nimalarga ijtimoiy himoya agentligiga ham aytdik. Smartfonni reabilitatsion vosita sifatida kirg'izish kerak dedik. Ba'zi birlar "Hey Abdulla aka, nimalar bor? Qanaqa smartfon?" Bular bilmaydi-ku, bexabarda. Bu orqali odamlar mana Be My Eyes masalan dasturi qancha katta yordam berishi mumkin. Yoki o'sha xuddi ko'zingizga implant o'rnatgandek. Yoki o'sha Yandex taksi qancha yordam berishi mumkin. Ya'ni biz uchun, ko'zi ojizlar uchun mobil telefon o'ta muhim hisoblanadi. Nafaqat ko'zi ojizlar uchun, zaif eshituvchilar uchun ham. Chunki zaif eshituvchilar mana ular ko'zlari bilan ko'ra oladi. Ko'zlari bilan ko'ra oladi va ko'p holatlarda mana ular SMS orqali gaplashadi. Masalan, siz surda tarjimon tilini bilmasangiz, nomeringizni olib SMS orqali siz bilan gaplashadi ular. Yoki aytaylik, Yandex razgovor degan dasturlar bor ular uchun. U biz siz bilan gaplashib turgan nimani matnga ko'chirib beradi.
Ko'ryapsizki, ya'ni lekin o'zbek tilida afsuski hanuzgacha bu narsa yo'q. Ya'ni mana shu holatda biz uchun judayam katta imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Как твои дела? Хорошо, слушай, я сейчас тебе отправил фотографию, можешь описать эту фотографию? Да, конечно. На фото изображена современная конференц-комната. В центре стоит большой светлый стол в форме буквы «П» с пустым пространством посередине. Вокруг него расставлены черные офисные кресла. На стене напротив висит большой телевизор или интерактивная панель с камерой сверху. Над ним установлен кондиционер. Окна в комнате закрыты бежевыми жалюзи, а на подоконниках стоит много комнатных растений в цветных горшках. Также видно несколько сумок на столе и провода под телевизором. В правой части кадра частично видно человека в голубой рубашке. Обстановка выглядит деловой и уютной. Идеально подходит для совещаний или рабочих встреч. Тебе нужно описание для чего-то конкретного. А скажи, этот человек, который ты говоришь в голубой рубашке, это женщина или мужчина? Я не могу точно сказать, так как видно только часть руки и немного одежды. Пол человека на фото определить сложно. Ты хочешь узнать это по какой-то конкретной причине? Не, ну просто интересно, а вот если предположить... То есть... Сообщение. Настоящее время. Если чат взял Россию, изменить аудиовыход. Кнопка. Ты имеешь в виду косвенные признаки? Да. Если так, то по одежде и телосложению можно предположить. Но это все равно не дает точного ответа. Видно только часть руки и голубая рубашка. А такой стиль могут носить как мужчины, так и женщины. Так что тут гадать сложно. А тебе самому кажется, кто это? Да я слепой человек, откуда я знаю, слушай. Поняла тебя. Тогда я постараюсь подробнее описывать изображение в будущем. Если тебе нужно что-то уточнить или разобрать подробнее, просто скажи. Хорошо, спасибо тебе большое. Judayam zo'r, hozir eshitib men ham hayron bo'ldim. To'g'risi, shunaqa zo'r imkoniyatlar, qulayliklar borligi judayam sizlarning hayotinglarni yengillashtirishga raqamli texnologiyalarni o'rnini beqiyos deb hisobladim. Endi qarang, hozir imkoniyatlarni aytib berdingiz, qanaqa kamchiliklari bor? Nima muammolar bor? Raqamli O'zbekistondami yo umuman raqamli texnologiyalar foydalanishdami? O'zbekistonda. Mana masalan, siz mana dunyo, hozir siz rus tilini bilasiz. Siz oliy ma'lumotli, siz o'qimishli insonsiz, lekin hozir bugungi kunda hamma rus tilini bilmasligi mumkin. O'sha siz aytayotgan dasturlardan foydalana olmasligi mumkin, to'g'rimi? Umuman shu O'zbekistonda qanaqa muammolar bor raqamli texnologiyalar sohasida? Avvalambor nafaqat O'zbekistonda, boshida umumiy hamma uchun aytay. Mana bizda aytaylik ko'z ojizlari uchun yoki ko'z ojizlar yoki umuman nogironligi bo'lgan shaxslar foydalanadigan bir nogironligi bor shaxslar deb men ko'proq aytishni yaxshi ko'raman. Nogironligi bor shaxslar foydalanadigan texnika yoki bir ilova ish qilib yaratildi deylik. Yaratildi, biz o'rib foydalanishni boshladikda tap bitib Androiddan обновление kelib turibdi. Har обновление qilasizmi telefoningizda? Qilasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Har 3 oyda sizga keladi. Ana o'sha kelgandan keyin haligi eski Androidda ishlamay qolishi mumkin-da. Vay deb qolasan. Yoki o'sha qaysidir bir dastur masalan Telegram o'zini o'zi обновление qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Ko'rasizmi? Ana o'shanda vay deb qolamiz biz. Qanaqa qilamiz, nima qilamiz deb ko'z ojizlarning ko'plab guruhlari bor, muhokama qilinadi. Ay, sen nima qilding? Qanaqa yo'lini topding? Mana alternativani topdim deb bolalar молодец, ayniqsa yoshlar hozir продвинутый nima ancha nima biladi, ular to'plab gapirib berishadi. Qanaqa qilsa bo'ladi, mana buni qanaqa qilsa bo'ladi? Voy, yangi обновление kelib qopti, bu nima bo'lib qoldi, ko'rasizmi? Ya'ni bizda mana shu muammo bor. Qanaqa yechsa bo'ladi buni?
Endi buni o'sha dastur ishlab chiqargan korxonalar mana shu обновленияларni, yangiliklarni kuzatib turish kerak-da. Endi ularni kuzatib turish juda ham bir qiyin, to'g'ri. Lekin o'shanga moslash kerak. Mana bizda yaqinda bir muammo paydo bo'ldi. Aytdim-ku, yuqorida Cash Reader degan programma bor, u nalichkangizni o'qib beradi. O'qib beradi. Kupyurani. Mana 200 mingtalik chiqdi, 2 mingtalik chiqdi, 20 mingtalik kupyuralar chiqdi. U kupyuralar bizani nimaga Cash Readerga joylanmagan. Xotirasida yo'q u narsa. Xotirasida bo'lmaganligi uchun u qanday o'qib beradi? Ana undan keyin biz xat yozdik. Cash Reader razraботчикini topdik-da, xat yozdik. U O'zbekistondanmi? Yo'q, chet eldan, Chexiyadan, qayerdandir ekan. Chexiyadan biz kerak. Xat yozdik-da, aytdiki, bizda mana shunaqa muammo bor. Biz siz dasturingizdan juda ham foydalanyapmiz, rahmat. Lekin shunaqa muammo bor dedik. Молодец, yaxshi odam ekan, aytdilarki, o'sha kupyuralarni rasmga olinglar-da. Bizga jo'natib yuboringlar dedi. Rasmga olindi, jo'natib yubordik. Mana hozir Cash Readerda ko'radigan bo'ldi. O'sha 200 mingtalik, 20 mingtalik. Ko'rdingizmi? Mana yangi kupyura chiqib keldi, bo'ldi o'ylaymiz. Ya'ni bu umumiy, bu muammodan qochib qutulish juda ham qiyin. Bu menimcha bo'ladi, kelajakda qochib qutuladi, qachonki o'sha sun'iy idrok deymiz, sun'iy intellekt deymiz, sun'iy idrok haligi rivojlanib boradi va u o'z-o'zini yengilab, o'z-o'zini nima qiladi. Xuddi ChatGPT yoki Gemini'ga o'xshab, o'z-o'zini yengilab nima qiladi, o'shanda o'sha sun'iy idrokka bu narsalarga kirib borishi mana shu holat, ya'ni muammodan qutultiradi deb o'ylayman. Balkim bu muammo o'sha IT sohasida o'sha nogironligi bor shaxslarning ishtiroki kamroq bo'lgani uchun emasmikin? Ya'ni sizlarning muammolarni o'sha ichidan ko'ra oladigan odamlar ham faoliyat yuritishi ko'proq kerakdir. Siz juda yaxshi savol ko'tardingiz. Mana shu masala bizda bo'lishi uchun biza O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi qoshida hozir mana Oybek aka nima topshiriq berdilar, men nizomini ishlab chiqdim, nimani va o'yladikki, biz assotsiatsiyada hozir inklyuziv texnologiyalar markazini tashkil qilishimiz kerak. O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi qoshida. Shu bilan birga mana sizlar bilan ham memorandum tuzdik va mana shu markazni birgalikda demak rivojlantirishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Va o'z-o'zidan savodxonligini oshiramiz. Va biz haqimizda bizsiz hech narsa degan tamoyil bor. O'qidim. Konvensiyada o'qigandirsiz. Mana shu narsa amalga oshadi. Endi hozir yangi tendensiyalar mavjud. To'g'ri, avvalambor nogironligi bor shaxslar uchun alohida dasturlar bor, o'sha Cash Reader, Be My Eyes. Ya'ni sizga masalan Be My Eyes kerak emas, sizga Cash Reader kerak emas. Kerak bo'lmasin ham. Kerak emas. Lekin biz uchun kerak. Bu ko'z ojizlar uchun, demak, qanaqadir dasturlar. Yoki masalan autizm sindromiga chalingan insonlar uchun alohida dasturlar bor. Zaif eshituvchi, eshitish qobiliyatini yo'qotgan shaxslar uchun alohida dasturlar bor. Endi hozir tendensiya shunaqa ketyaptiki, biz boshqa hamma insonlar foydalanadigan dasturlarni barcha uchun foydalanishga qulay qilib adaptatsiya qilishimiz kerak. Mana masalan mutolaani aytdim men. Yaxshi ko'raman shu proyektlarni. Yaxshi proyekt, lekin ba'zi jihatlari mutolaani ko'z ojizlar sal qiynaladi. Nimaga? Chunki ishtirok etmaganda ishlab chiqish jarayonida. Mutolaadan siz ham foydalanishingiz mumkin, men ham foydalanishim mumkin, boshqa odamlar ham foydalanishi mumkin. Ya'ni ba'zi shunaqa dasturlar, ilovalar yoki internet saytlar, platformalar borki, ulardan ham biz foydalanishimiz kerak.
ana ularni ishlab chiqishda universal dizayn qoidalariga moslashtirishimiz kerak. Bizada mana shu konsepsiya yo'q. Mana men nima qilish kerak shu dizayner, dasturchilar mahsulotini o'sha inklyuzivroq qilish uchun? Menimcha shunaqa insonlarni olib kelib birga ishlash kerak. Men yaqinda yozdim Doctor of Science dissertatsiyamda. O'shanda bir tavsiya beryapmanki va ilmiy yangiligi ham borki, O'zbekistonda o'sha ilovalardan, dasturlardan foydalanishimiz uchun avvalambor konsepsiyani ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Davlat hokimiyati organlari biza birgalikda inklyuziv texnologiyalar konsepsiyasini, rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni bu degani, mana texnologiyalar ishlab chiqilyapti, ular hamma uchun bo'lishi kerak. Mexanizm qanaqa bo'lishi kerak? O'sha konsepsiyada o'sha mexanizm ko'rsatib berilishi kerak. Agar konsepsiya bo'lmasa, bu nima bo'lib qoladi? Bitta qilinadi, bitta qilinmaydi. Konsepsiya bo'lishi kerak bo'ladi. Shu bilan birga bilasizmi? Mana ishlab chiqdi, nogironligi bor shaxslar uchun bir narsa ishlab chiqildi. Nogironligi bor shaxslarning o'zlari ekspert sifatida bu narsani ko'rish kerak. To'g'ri kelyapti bizga yo'qmi? Lekin bu narsa yo'qda. Bu narsa yo'q. Xayolga kelmaydi ishlab chiqaruvchilarni shunaqa paytda jalb qilish. Foydalanveringlar. To'xta, qanaqa foydalanveramiz? Bu narsani o'ylash kerak-ku. Keyin mana bizda yana bitta narsa borki, ko'p nogironligi bor shaxslar uchun dasturlar O'zbekistonda yo'q. Ishlatilmaydi. Masalan, autizm kasalligi, sindromiga chalingan kasalligi boribman. Uzr, sindromiga chalingan odamlar uchun juda ko'p zo'r ularga yordam beruvchi dasturlar ishlab chiqilgan. Xorijda. Biz O'zbekistonda hattoki bilmaymiz. Vaholanki bu juda katta yordam beradi ularga. Aqli rivojlanishda orqada qolgan shaxslar uchun juda ko'p zo'r ularni rivojlantiruvchi dasturlar ishlab chiqilgan. Biz umuman bilmaymiz ularni. Zaif eshituvchi, eshitish qobiliyatini yo'qotgan shaxslar uchun juda zo'r dasturlar ishlab chiqilgan. Biz bilmaymiz ularni. Ko'zi ojiz shaxslar uchun qanaqadir ancha-muncha nima bo'lib qolganmiz. Ancha oldinda. Lekin mana shu autizm sindromi bilan chalingan insonlar bilan kim ishlaydi? Bu sindromiga chalingan bolalar ko'payib ketyapti. Mana shularni o'rganish kerak. Mana shu nimalarda tadqiq etishimiz kerak bo'ladi. Agar ilmiy markazlar, sizlarga o'xshagan uyushmalar biza bilan hamkorlikda mana shu narsani qilmas ekan, bu osilib qoladi bu muammolar. Siz demak butun dunyodagi o'sha nogironligi bor shaxslar uchun yaratilayotgan axborot texnologiyalari sohasidagi tendensiyalarni o'rganib borar ekansiz. Hozir shu gaplaringizdan hammasini eshitib turibman. Nafaqat o'zingizni o'sha muammoingiz bilan bog'liq, balki endi to'g'ri assotsiatsiyada faoliyat yuritasiz, lekin o'sha boshqa nuqsoni bor insonlarni ham muammolarini o'rganib borasiz. Endi boshqa nogironligi bor shaxslarning manfaatlarini biz albatta yetishimiz kerak. Bizning tashkilotimiz ham xususiyati shundaki, cross nogironlik. Cross nogironlik degani biz faqatgina qaysidir bir turdagi nogironligi bor shaxs manfaatini himoya qilmaymiz-da. Biz imkon qadar o'ylashimiz kerak. Qanaqa bularga qanaqa nima qilsa bo'ladi? Bularga qanaqa nima qilsa bo'ladi? Lekin mana aqli rivojlanishida orqada qolgan shaxslar, o'sha autizm sindromi, mana shular bilan ishlovchi odamlar, mana shular bilan ishlovchi dasturlar bizga yetishmayapti. Biz bilmayapmiz. Lekin men AQShda stajirovkalarda o'tganimda ko'rganman bularni. Lekin o'sha AQShda ko'rganman, u 2013-yil, 14-yil edi. Yaponiyada ko'rganman 2016-yilda. Hozir ancha ilgarilab ketgan. Ularda. Biz ham mana shu narsani qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Qanaqa baholagan bo'lardingiz bugun O'zbekistondagi inklyuzivlik darajasini?
umuman inkluzivlik darajasini nechi balli shkalada? Keling 10 ballik deylik. 10 balli shkalada bo'ladigan bo'lsa 5 ball yo 4 ballga baholayman. Nimaga? Sabablari? 4 ball yoki 5 ball deyapman. Bu borada ko'p qonunlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti asosiy e'tiborini shunga qaratyaptilar. Mana ijtimoiy himoya bo'yicha selektorlarni ko'ring, 70% nogironligi bor shaxslarni haqida gapiradilar. Lekin nima masala? Biza hanuzgacha nogironligi bor shaxslarga bir yordam kerak bo'lgan shaxs sifatida qaraymiz, xolos. Osh beramiz, boshqa qilamiz, lekin o'qitmaymiz. O'rgatmaymiz. Xuddiki ular o'sha sani yordamingga muhtoj bo'lgan shaxsdek ko'riladi. Ya'ni bu boshqa mavzu aslida axborot texnologiyalar mavzusi emas, hozir axborot texnologiyasiga ham to'xtalaman. Ya'ni mashaq ko'ramiz. Ikkinchidan stereotiplar juda ham ko'p nogironligi bor shaxslarga. O'tbetga ishga joylashgani borsa, boshqa bo'lsa yo'q, boshqa joylashishi juda qiyin. U mayli, agar texnologiyalar bizning suhbatimiz bu alohida mavzu, stereotiplar. Texnologiyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, mana biza to'g'ri, mana ko'z ojizlarimiz senzorlar ishlab chiqishda boshqa. Lekin nimadir bazasida qilinyapti, boshqa qilinyapti. O'zimiz juda kamdan kam narsa ishlab chiqaryapmiz. Mana qarangda, oddiy. Bizada hattoki nafaqat O'zbekistonda, butun Markaziy Osiyo davlatlarida nogironligi bor shaxslar uchun ishlab chiqadigan texnologiyalarni ishlab chiqargan korxona yo'q. Kompaniya yo'q. Bu borada tadqiqot olib boradigan kompaniya yo'q. Masalan, Rossiya Federatsiyasida bor Elite Group deydi, uni. Elite Group boshqa juda ko'p kompaniyalar bor. Ular aynan shu bilan shug'ullanishadi. Juda zo'r texnologiyalar ishlab chiqishyapti. Biz ancha orqadamiz. Chunki bizda bu borada tadqiqot ham yo'q. Ishlab chiqarish ham yo'q. O'sha qayoqda kimdirlar ishlab chiqilgan bazadan foydalanamiz. Yashirish hojati yo'q. Rossiyalik hakerlar vzlom qiladi, tashiydi, bizanikilar qayerdandir oladi, o'sha nimani biz ishlatamiz. To'g'risida o'zimizda ishlab chiqadigan nimalar yo'q. O'zimizda elit gruppalarimiz, o'sha elit grup kompaniyani aytmoqchiman, ya'ni o'zimizda bunaqa kompaniyalar yo'q. Aynan, sizlarga mos texnologiya ishlab chiqaradigan. Aynan, hammaga mos texnologiyalar ishlab chiqaradigan kompaniyalar yo'q. Bu nafaqat bizani nogironligi bor shaxslar. Bu umuman mana Google. Nimaga siz hozirgacha Google'ga gapirsangiz, o'zbek tilida gapirsangiz, nimaga siz aytganingizni qilmaydi? Nimaga rus tilida gapirsangiz narsa topib beradi, nimaga o'zbek tilida gapirsang tushunmaydi? Ma'lumot kam menimcha, yo'qmi? Yo'q. Ma'lumot kamligidan emas, o'zbek tilini tushunmaydi gapirganingda. Lekin Gemini tushunadi. U ham Google kompaniyasidan, to'g'ri. Lekin poiskovikka izlashga bersang bilmaydi. Tushunyapsizmi? Juda ko'p biza mana shu o'zimiz tadqiqot olib borishimiz kerak. O'zimiz ishlashimiz kerak biza bu borada. Bizada bitta yomon xislat borki, biz ko'pincha kutamiz. Dunyoda chiqib qolar. To'g'ri chiqadi. Xudoga shukr olib kelishyapti. Xudoga shukr davlat ham qiziqish bildiryapti bunga, prezidentimiz siyosat tufayli. Nodavlat, notijorat tashkilotlar ham qiziqish bildiryapti. Olib kelamiz, qilyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin qachon o'zimiz chiqarishga o'tamiz? Qachon o'zimiz bu borada tadqiqot olib boramiz? Nimaga to'g'ri baho qo'yapman? Aytaman, davlat rahbarini irodasi bo'lganligi uchun. Ilgari nogironligi bor shaxslar haqida deyarli hech kim gapirmasdi. Gapirmagan. Mana qanaqa o'qiydi, nima qiladi?
gapirmagan. 3-dekabr nogironlar kunida dasturxonlar qilib, Osh berishadi. tadbirlar qilishganini bilamiz. Ana hozir qarang qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. Lekin hozir mana maktablarda inklyuziv sinflar ochilyapti, bilsangiz agar o'sha bolalarni birga o'qitish, o'sha bolaligidan boshlab inklyuzivnost ya'ni bir-birini muammosini ko'rish, bir-birini o'rganish, balkim xudo xolasa siz aytayotgan narsalar o'sha muammolar kelajakda. Lekin biza qachon bo'ladi kelajakda? Qachonki biz buni tanqidiy baholasak. To'g'ri. Agar biz hammasi bo'lyapti deb tursak, unda nima bo'ladi? Nima ochiladi unda? Hech bola bo'lmaydi. Fuqarolik jamiyati, mana assotsiatsiya bu fuqarolik jamiyatida bizning asosiy ishimiz mana shu baholash, taklif berish. Qachon biz qila olamiz shu narsani? Qachonki biz tanqidiy fikrlasak, mana o'sha inklyuziv sinf deyapsiz. Inklyuziv sinf degan tushunchani o'zi ham noto'g'ri-da. Nima degani bu inklyuziv sinf? Bizda nogironligi bo'lgan bolalarni bitta sinfga tiqib qo'yapti-da. O'tiribdi ular, lekin ular stolovga bora olmaydi. Hattoki hojatxonaga men o'zim kuzatgan narsani aytib bering, borganman shunaqa sinfga. Bolalar masalan o'sha sog'lom sinfdoshlari, o'sha nogironligi bor, qaysidir nima deydi, jihatdan oqsayotgan sinfdoshiga qo'lidan ushlab kerak bo'lsa, olib borib yordam beryapti. Stolovga aytganingizdek hojatxonaga men o'zim borib to'g'risi xursand bo'ldim. Lekin biz bitta narsaga erishishimiz kerak-da. Qachonlardir masalan hozir uzr gapingizda bo'ldim. Kimdirlar bizani yoshimizda ehtimol bilmayman, balkim kimdir ko'rsa kulgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni tanimaydi, ular uchun boshqacha odam tuyuladi, lekin bugun o'sha kichkina yoshdan boshlab o'sha bir-birini ko'rib, o'sha bu inklyuziv jamiyatda bir paydo bo'layotganidan dalolatmikin deb o'ylayman. Albatta, bu dalolat. Lekin bu birinchi bosqich. Endi ikkinchi bosqichga o'tishimiz kerak, bilasizmi nima? O'sha nogironligi bor bola o'zi hojatxonaga borish kerak. Uning uchun imkoniyatlari bo'lishi kerak. Stolovga borib, xohlagan bulchkani tanlab yeyish kerak yoki xohlagan ichimligini. Uning uchun texnologiya kerak, to'g'rimi? O'sha uchun o'sha to'siqsiz muhitni yaratishimiz kerak. To'g'ri. Masalan, tasavvur qiling, men hozir aytaylik bir joyga bormoqchiman-da, sizda vaqtingiz yo'q. Men sizga aytayapman, borib kelaylik deyapman. Siz aytyapsiz, vaqtim yo'q. Ertaga boramiz deysiz. Men tushundim. Endi o'zimni hayotimni sizni vaqtingizga qarab moslashtiramanmi? To'g'ri. Biza to'siqsiz muhit yaratishimiz kerakki, imkon qadar. O'sha bola o'zi harakatlana olsin, o'zi qila olsin. O'zi qila olsin, o'zi harakatlansin. Ko'chalarda o'zi yursin, o'zi kitob o'qisin. Mana ilgari va shunda biz inklyuzivniy общество yaratamiz. Mana o'shanda bu inklyuziv bo'ladiki, qachonki u mustaqil o'zi hayoti haqida qaror qabul qilsa. Mana masalan tasavvur qiling, men aytaylik magazinga pidjak olmoqchiman, olishga bormoqchiman-da. Xo'p, magazinga biramanlab topib, birimlab qanaqa toparman. Pidjak olishim uchun men 10 ta odamdan so'rashim kerak. Vaqting bormi? Pidjak olishga olib borib kelgin. Bittasidan so'radim. Yo'q dedi. Sizdan so'radim-da, siz aytyapsizki, hozir men intervyu olishim kerak-da, Abdulla aka, vaqtim yo'q. Keyin uyga borib ovqat qilishim kerak, og'iz ochishga. 3-chi odamdan so'radim, boshqa o'zim ayolimdan so'radim, Abdulla aka shamolladim dedi. Masalan, misol qilib aytyapman. U boradi. Men misol qilib aytyapman. Tushundim. Ya'ni sizning rejalaringiz o'zgarishi kerak. Men boshqa insonni vaqti bilan yashayman. O'zimni emas degan fikr bordi. Mana endi hozir qarang, Yandexlar o'zi bizani olib borib olib kelayotgani, o'zimiz xohlagan kitobni o'qiyotganimiz. Bu ancha bizani mustaqil qilib qo'ydi. Ancha mustaqil qilib qo'ydi. O'sha ham xursand bo'ldim hozir o'zingiz kirib kelganingizda ko'rib. Mana shu narsalarni biz davom ettirishimiz kerakki, to'siqsiz muhit bo'lishi kerakki, nogironligi bor shaxslar o'zi mustaqil qaror qabul qilish kerak hayotida. Qachon u qayoqqadir boradi. Tushunarli. Mana hanuzgacha aytaylik, magazinga borib kelish ba'zi nogironligi bor shaxslar uchun bu katta voqea.
"O, nima bo'ldi? Nima yengil aytsang, "Ha, bilasanmi, bugun men magazinga borib keldim" deydi. Ya'ni u uchun bu juda katta voqea. Ko'ryapsizmi? Unaqa bo'lish kerak emas-ku. Tushunarli. Mana shunga biza erishishimiz kerak. Bu uchun albatta axborot texnologiyalarini ahamiyati katta. Mana va shunday axborot texnologiyalari bo'lish kerakki, ular barcha uchun qulay bo'lish kerak. Mana oddiysiga misol. Ovoz chiqaruvchi svetofor yaqinda paydo bo'ldi-da. Ko'p joylarda. O'zbekistonda Chilonzorda bor, yana bitta joyda. Ovoz chiqaruvchi? Ha, tik 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 qiladi. Endi masala u yerda shundaki, ko'z ojiz keldida o'sha yo'l o'tmoqchi bo'lib. Endi o'sha svetofor rangini o'zgartirishi va ovoz chiqarishi uchun o'sha svetoforni knopkasini topish kerak. Endi men savol beryapman, oddiy savol beryapman. Ko'z ojiz o'sha knopkani qanday topadi? U svetofor oldida ariq turgan bo'lsa yoki butun stolpni ushlab chiqadimi? Qanday topadi? Menga aytinglar-chi shu narsa. O'zi qanday topish kerak? Bu svetofor zo'r, lekin mana oddiy. Qanaqa topadi? Bu ko'z ojizlarga qulaydi deb menga ko'rsatishdi, men aytdim, nimasi qulay? Mana o'ylab ko'ringlar, qanaqa topadi? Butun nimani timizkalab chiqadimi qo'li bilan? Boshida stolpni o'zini topib olish kerak. O'sha svetofor turgan joyi. Keyin svetofordagi knopkani qidirib chiqish kerakmi? Qanday topadi? Ko'ryapsizmi? Nima muammo? Muammo shundaki, qanaqa bo'lar ekan deb kimdir ekspertiza berdimi bu texnologiyaga? Ilmiy ekspertiza berib, tahliliy hujjat tayyorlansa, mana va shu asosida biz ishlasak birgalikda, biz katta natijalarga o'shanda erishamiz. Va men ishonaman, O'zbekistonda salohiyatimiz juda katta. Nimaga? Chunki bizning xalqimiz dobriyda. U rus tilida aytganda dobri. Xalqimiz juda mehribon odamlar. Biz qila olamiz. Hozir sizni eshitib turib yana bir yechim hayolimga keldi. Qanchalik endi bilmadim. Menimcha to'g'ri narsa bo'ladi. O'sha ya'ni IT texnologiyalar bilan shug'ullanishga nogironligi bor insonlarni ko'proq jalb qilish. IT texnologiya bilan shug'ullanishi shuni kasb sifatida tanlashi mumkin. Hamma toifadagi endi men bilmadim, ba'zi bir paytda даже aqli rivojlanishidagi orqada qolgan shaxslarni ham ko'rdim, IT bilan shug'ullanayotgan chet elda. Ko'zi ojiz programmistlar bor, dasturchilar bor. Endi harakatlanishida muammosi bor insonlar uchun bu juda yengil. Endi zaif eshituvchi, eshitish qobiliyatini yo'qotgan shaxslar ham bemalol bu bilan shug'ullanadi. Ya'ni barcha nogironligi bor shaxslar bilan shug'ullanish mumkin IT bilan. IT texnologiya. Yana bitta narsa hozir bor. Agar IT texnologiyalar haqida gapirayotgan bo'lsak, sohada ishlash uchun demoqchiman-da. IT texnologiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, hozir bitta tendensiya kuzatilyapti. IT sohadan sun'iy idrok sohasiga o'tish jarayoni boshlandi. Ko'ryapsizmi? IT sohasi nima edi? Nogironligi bor shaxslar uchun tendensiya qanaqa edi? Mana universal dizayn edi. Ya'ni hammamizga universal bir qulay narsani yaratish kerak deb aytilardi. Hozir yangi tendensiya haqida sizga aytdim. Sun'iy idrok nima degani? Bu degani endi kelajakda shunaqa dastur va ilovalar bo'ladiki, dasturlar bo'ladiki, ularda har bitta nogironligi bor shaxsga moslashadi o'zi. Ya'ni kodni propisovать qilish, boshqalar sun'iy idrokka o'zi qiladi va har bir nogironligi bor shaxs uchun moslashadi. Bu shunaqa tendensiya hozir ketyapti. Bu tendensiyani amerikalik olim, sotsiolog Jakob Nikolson degan olim isbotlab bergan bu tendensiyani. Va Jakob Nikolson aytayaptiki, mana shu tendensiya hozirgi kunda mavjudki, istiqbolda biz universal emas, balki barcha uchun
individual qulaylik bo'ladigan dasturlar ishlab chiqiladi va ilovalar deyapti Yakob Nikolson. Va bu tendensiya hozir ketyapti. Ya'ni o'sha ITdan o'sha sun'iy intellektga o'tish tendensiyasi mana shu holatga sabab bo'ladi. Ha, zo'r narsa aytdingiz. O'sha sun'iy intellekt bo'yicha o'zi sun'iy intellekt kelajakda ko'p kasblarni yo'q qiladi. Ya'ni ko'p anaqa prognozlar bor. Aynan sizning fikringizcha kelajak kasblar haqida sizni tasavvuringiz qanday o'zi? Kelajak kasblar haqida qaysi kasblar aktual bo'ladi, qaysi kasblar yo'q bo'lib ketadi? Nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi, ko'p sotsiologman, juda ko'p tadqiqotlarni bu borada o'qidim. 2035-2040 yillarda paydo bo'ladigan 60% kasblarni biz bilmas ekanmiz. Aynan sun'iy idrok tufayli vujudga keladigan 60% sohani biz bilmas ekanmiz. Bu birinchidan, ikkinchi masala menimcha eruditlarning davri tugadi. Ya'ni erudit deganda hamma narsani biladigan shaxslarning davri tugadi. Endi yangi davr boshlanadi, kreativ fikrlovchi insonlarning davri. Bu degani nima degani? Shunday bir kasb vakillari bo'ladiki, ular yangicha fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan kasb vakillari bo'ladi. Hozir sun'iy intellekt ham aytayapti, men sizga любой g'oyani ham ishlab chiqishim mumkin, o'ylab chiqishim mumkin, xohlasangiz deyapti. Lekin unda 10 ta, 15 ta alternativa bor deylik, lekin 17-18 alternativani o'ylab topa olmaydi. Bu narsani inson qila oladi. Kelajak soha bu alternativ, kreativ fikrlaydigan insonlarniki bo'ladi. Agar kreativ fikrla olmas ekansan, yangicha g'oya bera olmas ekansan, sen ishlay olmaysan kelajakda. Ya'ni erudit, hamma narsani biladigan, haligi tarix sanalarni yodlab qolgan deylik-a. Xotirasi kuchli insonlarning davri tugayapti. Aynan kreativ fikrlovchi web dizayner nima uchun kreativ fikrlaydi? Bu kasb davom etadi. Yoki gen redaktura, mana hozir gen tahriri. Bu kasb kuchayib boradi, injineriya kuchayib boradi. Modellashtirish asoslangan kasblar kuchayib boradi. Dars o'tayotgan o'qituvchilar aynan shunga kelajakda menimcha urg'u beradi deb o'ylayman. Aynan modellashtirishga. Ota-onalarga nima maslahat berasiz? Shunaqa kreativ fikrlaydigan farzand tarbiyalash uchun nima qilsin ota-onalar endi? Ota-onalarmi? Kulgidan boshlayman. Avvalambor o'zini bolasini hayvon demasin, eshak odam bo'lmaysan demasin. Chunki bolada fikr shakllanadi. Men hayvonman. Men odam bo'lmas ekanman. Men shunaqa ekanman degan fikr shakllanadi. Bu birinchidan biza o'zbeklarda nimagadir bolani kichkinalarni pastga urib tashlaymiz. Mana shu katta muammoyimiz bor. Biz ularni eshitmaymiz. Ularning fikrini eshitmaymiz. Natijada ular shaxs sifatida shakllanmay qolyapti. Chunki biz hayvon deymiz, eshak, odam bo'lmaydi. Kattalar gapirganda jimotir, kreativ fikrlamay qolyapti. O'sha bunaqa gaplarni aytmaslik davri bo'lgan. Ya'ni o'sha ovqatingni ye, boshqa biza bolalarga tanlov berishimiz kerak. Bu birinchi navbatda mana shu. Mustaqil fikrlashni o'rganish kerak. Ya'ni u o'zini mustaqil pozitsiyasini ayta olishi kerak. Nima uchun bizani bolalar ayta olmayapti? Chunki uyda ota-onasidan qo'rqadi, maktabga yoki universitetga kelsa, universitetning domlasidan qo'rqadi, ilmiy ish yoqlashda kengash professorlardan qo'rqadi. Yangi fikr berishga qo'rqadi. Chunki har doim pozitsiyani bildirtirishmaydi. Aytishadi, sani masalan qarashing noto'g'ri. Sani pozitsiyang bunaqa. Bu uni pozitsiyasi-ku. Bu uni nimasi-ku. Ikkinchi masala,
bu suhbatlashish kerak. Gaplashish kerak, birga kitob o'qish kerak. Kitob haqida birga kitob yoki mana kino ko'rdinglarmi? Kino haqida fikr almashganmi kimdir? Mana sizda farzandlaringiz bor-a? Mana kino ko'rasiz. Kino haqida ular bilan fikr almashganmisiz? Ha, ko'rdik-da, mayli yaxshi o'tib turing deb ketamiz, to'g'rimi? Lekin menda ham mana xuddi shu. O'zimni ham hozir tanqid qilyapman. Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy aytgandek, kim o'zini xalqini yaxshi ko'radi, uni kamchiligini ko'ra olgan va tanqid qilgan odam o'zini xalqini yaxshi ko'radi deb aytgan Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy. Menimcha to'g'ri gap. O'zini xalqini yaxshi ko'rgan odam uni kamchiligini bo'lmasligini xohlaydi va uni tanqid qiladi. Bizda ko'pincha vaqt bo'lmay qoladi suhbatlashishga. Mana bitta kino ko'rdik. Zo'r kino ekan o'g'lim, zo'r kino ekanda. Nimasi zo'r? Muhokama qilib. Nimaga mana bu qahramon bunaqa qildi deb o'ylaysan? Nimaga? Yana bizda o'sha sovet paytida bir eslasangiz kerak, biz bilan bir avlod vakilimiz deyarli pachemuchkalarni yomon ko'rishardi. Pachemuchka bo'lmagan, nima pachemuchka deb nima qilmagan deb hozir pachemuchkalarning davri. Keyin biz universitetda o'qiganimizda bizga bir siyosiy tahlil fanlaridan kirgan ustoz aytardilarki, kim yaxshi tahlil qila olaydi, kim yaxshi modellashtira olaydi, qachonki inson pachemuchka bo'lsa, nimaga so'raversa, ana o'sha inson kreativ fikrlaydi. Ana o'sha inson tahlil qiladi. Agar u nimaga degan so'raveradigan insonni biz bosib qo'ysak, unda tahlil bo'lmaydi. Ana o'shanda kreativ bo'lmaydi. Rahmat Abdulla aka, siz bilan menimcha hozir raqamli texnologiyalardagi o'sha ko'p muammolarni tahlil qila oldik deb o'ylayman. Ancha muncha narsani hozir ehtimol bizni eshitgan o'sha mas'ullar, o'sha kompaniya vakillari eshitib, o'zlari uchun qandaydir bir xulosa chiqarsa, bizni bitta kichkina yutug'imiz bo'ladi, xudo xolasa. Oxirida sizdan bitta o'sha nogironligi bor yoshlarga o'zingizni motivatsiya so'zlaringizni aytishingizni xohlardim. Mana sizday bir yetuk, o'sha bilimli, ilmli inson bo'lishlari uchun, hayotda o'z o'rnlarini topishlari uchun nima qilishsin? Endi men o'zimni juda yetuk bilimli deb hisoblamayman. Men intiluvchan deb o'zimni hisoblayman. Har qalay ancha buncha imkoniyati ko'p odamlardan ham bir o'sha kitob yo'q joyda ham kitob topib o'qib, o'zingizga nima deydi, sharoit yaratib shu darajaga yetishish uncha buncha imkoniyatlari chegarasiz inson uchun ham oson narsa emas. Chegarasiz inson bo'lmaydi. Men endi nima demoqchiman? Qaysi ma'noda aytmayman, endi o'sha o'qishga imkoniyati bor, ko'ra oladi hamma narsani, eshita oladi. O'sha ma'noda nazar tutyapman-da. Endi men nima maslahat bergan bo'lardim? Birinchidan o'zingizni eshiting, boshqalarni emas. O'zi sevgan kasb bilan, o'ziz xohlagan ishni qiling, o'shanda sizda o'xshaydi. Agar siz boshqalar istagan, bizga nogironligi bor shaxslarga ko'proq kimdir gapiradi, desam bunaqa qilishing kerak, kim bunaqa qilishing kerak. Yo'q. O'ziz istagan narsani qilishga harakat qiling. Bu birinchi beradigan tavsiyam. Ikkinchi beradigan tavsiyam, o'zingizni unikal, ya'ni o'ziga xos kuchli tarafingizni qidiring. Kuchsiz tomoningizga e'tibor bermang. Kuchli tarafingizni rivojlantiring. Har bir insonda kuchli taraf bo'ladi, kuchsiz taraf ham bo'ladi. Biz ko'pincha kuchsiz tarafga e'tibor berib qolamizda, kuchli tarafimiz qolib ketadi. Kuchli tarafingizni rivojlantiravering. Va o'zingizni o'sha kuchli tarafingizni aniqlab, boshqalardan nima bilan farq qilasiz? Mana shu savolga javob bering. Boshqalardan farq qiluvchi jihatingizni toping. Ana o'shanda mehnat bozorida, umuman olganda insonlar oldida siz katta qiymatga ega bo'lasiz. Chunki boshqalardan farqingiz bo'ladi-da. Boshqalardan farq qiling. Yangicha kreativ fikrlar berishga harakat qiling. Va hayotdan zavqlanib, xursand bo'lib yashang. Faqat hayotdan zavqlangan, xursand bo'lgan
insonga Alloh beradi. Hayotdan xafa bo'lib, hayotda o'zini, nafaqat o'zini, boshqalarni ham xafa qilib, yaqinlarini xafa qilib yuradigan insonlar qiynaladi hamisha. Bu meni tajribam, meni ko'rganlarim, hayotdan zavqlanib, xursand bo'lib, har bitta quyoshga, har bitta qurgan suhbatingga shukr qilib, zavqlanib yashang demoqchiman. Nogironligi bo'lmagan shaxslarga esa bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ko'p intervyularda bu narsani aytganman. Nogironlikdan hech kim hech qachon sug'urtalanmagan. Agar siz nogironligi bor shaxslarga qaysidir bir sharoit yaratib beryapsiz, parizingiz oldida pandus qo'yib qo'ying. Boshqa sharoit yaratib beryapsiz. Bu degani avvalambor siz o'zingiz uchun qilasiz degani. Chunki nogironlik bu shunaqa holatki, undan hech qachon hech kim sug'urtalanmagan. O'sha narsani xohlardim yodda tutishligini. Chunki ertaga biz bilmaymiz Alloh bizga nima yozgan, nima bo'lishini faqat yaratgan biladi. Shu nuqtai nazardan nogironligi bor shaxslarga yaratilgan sharoit o'zingizlarga yaratilgan sharoit deb qabul qilishingizni xohlardim. Chunki keksayamiz. Keksayish nogironlikka olib keluvchi faktor, to'g'rimi? Keksayamiz. Homilador bo'ladi ayollar. Ularga ham tuzsiz muhit kerak. Qaddi turburimiz orib qoladi. Ya'ni mana shu nuqtai nazardan shu bilan birga bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Balkim Alloh ish qilib hammani yaxshi hayotini bersin, lekin biz bilmaymiz. Agar mana shu narsani biz anglab olsak, IT texnologiyalardan ham umuman olganda barcha nogironligi bor shaxslar uchun tegishli muhim jihatlarda O'zbekiston ishonamanki birinchilardan bo'lib chiqadi. Kuchli davlat bo'lib chiqadi deb o'ylayman. Chunki biz har doim bir narsani qilayotganimizda o'zimizdan o'tkazishimiz kerak. Biz har doim o'ylaymiz, "Men bilan unaqa bo'lmaydi. Men unaqa bo'lmayman." Qattan bilasan? Alloh Qur'onda aytib qo'yapti-ku, biz sizlarga bilish imkonini bergan narsani bilishingiz mumkinligini ko'rsatdik. Siz hamma narsani bila olmaysiz. Alloh bildirgan narsani bila olamiz. Biz bilmaymiz hattoki o'ndan chapga qarashimiz paytida nima bo'lishini. O'shaning uchun mana shu narsalarni o'zimizdan o'tkazib ish olib borsak, menimcha juda katta natijalarga erishamiz va yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi. Rahmat Abdulla aka, nima deydi, mazmunli va juda ham foydali suhbatingiz uchun, sizga ham rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun, hamma ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz va biz jamiyatimizda raqamli texnologiyalar hamma inson uchun birday imkoniyatli, ayniqsa nogironligi bor insonlarni cheksiz chegarasiz harakatlanishlari uchun, hayot tarzini kechirishlari uchun imkoniyatlar yaratadi deb niyat qilib qolamiz va biz bu ustida ishlayapmiz. Hammangizga omad tilayman. Rahmat Sog'-salomat bo'lib, sifatli hayot o'tkazishingizni tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.